Navbatdagi zamonaviy mebel tomonidan buyurtma asosida hozirgi Xonsaroy do'mlagi, mana hozir divan transformer modelimizni buyurtma asosida tayyorlab o'rnatib ketyapmiz. Mana shunaqa mehmonxona uchun maxsus mana shunaqa hozir bu mehmonxonaga qo'yib berdik. Bu stolimizni uzunligi 220 uzunligi, podushkalari ham alohida olinadi. Bemalol bu yerda o'tirish imkoniyati bor. 1.90 o'rindig'i razmeri uzunligi. Hozir mana stolini yig'ish jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Podushkalarini olinadi. Mana shu holatda hozir mana stolini ushiydigani bor, ushiydiganlaridan. Hop, stolini ushiydiganidan shunday ko'tarib ko'rsatgan. Top. Mana ko'rib turganinglardek, stolini bemalol tushirish mumkin. Ya'ni ushiydiganidan ushab, bemalol joylab qo'yish mumkin. Hozir buni yana tegidan kravat bo'lib chiqadi. Shu holatda mexanizmlari rossiyskiy mexanizmda, materiali Polsha materiali, mo'yshiy material. Hozir kravat bo'lgan holatida razmeri 1.90 ga 1.35 bo'ldi. Podushkalarni shunday qo'ygan. Podushkalarni qo'yganimizda shunday qo'ysa ham bo'ladi. Mana bemalol to'g'rilab oling. To'g'rilab Ibrohim. Mana podushkalarni qo'ydik. Bemalol mana o'tirgan holatda oyoqni cho'zib, mana televizorlar ko'rish imkoniyati bor. Mexanizmimiz rossiyskiy mexanizm. Parallollari 12 sm dan 22 plotnosda qo'yganmiz. Qo'llarida shunaqa dekorlari bor. Ranglarini o'zgartirib beramiz. Hozir mana yig'ishni yana ko'rsatamiz. Bu yerda mexanizmini bemalol tushirib qo'yish imkoniyati bor. Divan transformer modelimiz buyurtma asosida tayinlanadi. Toshkent shahri bo'yicha buyurtmalarni qabul qilamiz. Zamonaviy mebel Telegram sahifamizga obuna bo'linglar. Buyurtmalarni bemalol kommentariyaga yozib, ko'rsatilgan raqamlarga bog'lanaverasizlar. Zamonaviy mebel xonadoningiz ko'rki. Divanimizning общий uzunligi 220, o'tirilgan joyi 1.90 bo'ldi. Bemalol 3 kishi o'tirib, stol qilgan holatda foydalansanglar bo'ladi. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Buyurtma asosida sifatli qilib tayyorlab beramiz. Zamonaviy mebel doimo sizlar uchun izlanishda. YouTube kanallarimizga obuna bo'linglar. Salomat bo'linglar. Navbatdagi zamonaviy mebeldan buyurtma asosida divan transformer sifatli darajada tayyorlab berdik. Ko'rishinglar mumkin. Divan transformer modelimiz kravat bo'lgandek razmeri 1.90 ga 2 metr, 95 ga 62 ta sandiqli pufikdan iborat. Materiali Polsha materialida. Pufiklarimiz ochiladi. Korpuslar laminat MDFdan, mexanizmlar boltga qotirilgan. Parallollari 22 plotnosda 12 sm dan qo'yilgan. Material mo'yshiy material. 3 ta podushkadan iborat. Podushkalar olinadi. Bu rossiyskiy mexanizm Delfin. Qo'lida qo'l qo'yadiganlari dekordan iborat. Stoli laminat MDFdan. Ham stol, ham kravat, ham divan bo'ladi. Ikkinchi varianti